Hud alayhissalom. Alloh subhanahu va taolo zalolat sari yuz tutayotgan Od qavmini hidoyatga boshlash uchun Hud alayhissalomni ular ichidan tanlab o'z qavmiga payg'ambar bo'lishini iroda etdi. Od qavmi gavdali va jismonan baquvvat kishilar bo'lib, Ahqof degan joyda hozirgi Yaman bilan Ummon oralig'ida yashab o'tishgan. Bu qavm yolg'iz Allohgagina ibodat qilish o'rniga Sado, Samud, Habo atalmish butlarga sig'inishni odat qilib olishgandi. Hud alayhissalom o'z qavmini faqat Allohgagina sig'inishga da'vat eta boshladi. Bu haqda Qur'oni Karimda bunday deyilgan: Od qavmiga o'z birodarlari Hudni payg'ambar qilib yubordik. U aytdi: Ey qavmim, Allohgagina ibodat qilingiz. Sizlar uchun undan o'zga biron iloh yo'qdir. Uning azobidan qo'rqmaysizlarmi? A'rof surasi 65-oyat. Yo'ldan adashgan qavm esa o'zlari sig'inayotgan butlar Allohning sheriklari va ular Alloh huzurida bizga shafoatchi bo'ladilar degan tasavvurda edilar. Hud alayhissalom ularni takror va takror yolg'iz Allohgagina sig'inishga da'vat etishiga qaramay, ular o'z botil e'tiqodlarida davom etaverdilar. Hudni kamsitish, tahqirlash, gohida esa yolg'onchi va aqli zaif deyish darajasigacha borib yetdilar. Qavmi, xususan ularning qabila boshliqlari Hud alayhissalomga: bizning butlarimiz senga zarar yetkazibdi. Sening boshing aylanib qolganga o'xshaydi. Behuda so'zlarni ko'p gapiryapsan deb butun qavmni unga bo'ysunmaslikka chaqirardi. O'z ota-bobolari sig'inib kelayotgan butlarni aslo tark etmasliklarini eslatib, Hudga qarata: Ey Hud, Alloh tomonidan azob bo'ladi deb bizni qo'rqitma. Qani o'sha azoblaringni keltir. Lekin biz butlarimizni sira tark etmaymiz deb qat'iy turib oldilar. Shundan so'ng bu safar ham Od qavmi o'z bilganidan qolmay ish ko'raverdi. Hud alayhissalom o'z qavmini iymon keltirishidan umidini uzgach, o'ziga iymon keltirgan mo'minlar bilan birga qolgan qavmlarni tark etib Makka sari ravona bo'ldi. U yerda ma'lum vaqt hayot kechirgach vafot etdi. Hidoyatga yurmagan butun bir qavm Allohning qattiq azobiga uchradi. Alloh taolo ularning ustiga 7 kecha-yu 8 kunduz davomida sovuq shamolni yubordi. Ularning barchasi halok bo'lib, jussalari yer yuzining turli joylariga keldi. Bu haqda Qur'oni Karimning quyidagi oyatlari nozil bo'lgan. Bas unga, Hudga
va u bilan birga bo'lgan mo'min zotlarga o'z rahmat marhamatimiz bilan najot berdik va bizning oyatlarimizni yolg'on degan kimsalarning dumlarini qirqdik. Ular mo'min emas edilar. A'rof surasi 72-oyat. Endi Od qabilasiga kelsak, bas ular bir dahshatli quturgan bo'ron bilan halok qilindilar. U bo'ronni Alloh ularning ustiga paydarpay 7 kecha va 8 kunduz hokim qilib qo'ydiki, endi u joydagi qavmni xuddi chirib, ichi bo'shab qolgan xurmo daraxtining tanasidek qulab halok bo'lib yotganlarini ko'ribsiz. Al-Haqqa surasi 6-7 oyatlar.